O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi yuqori malakali kadrlarni kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga taklif etadi. Quyidagi talablarga javob beradigan fuqarolar tanlov asosida bo'sh lavozimlarga qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni yoki safarbarlik chaqiruvi rezervi xizmatini o'tagan yoxud oliy ta'lim muassasalari harbiy tayyorgarlik o'quv markazlarida o'qishni tugatgan erkak jinsidagi 30 yoshga to'lmagan harbiy xizmatga majburlar. Bo'yining balandligi 165 sm dan yuqori hamda sog'lig'ining holatiga ko'ra harbiy xizmatga yaroqli bo'lganlar. Nomzodlar quyidagi mutaxassisliklar bo'yicha tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Oddiy askar va serjantlar tarkibi uchun lavozimlar: moliya mutaxassislari, haydovchi mutaxassisligi, artilleriya mutaxassislari, radiatsion kimyoviy biologik muhofaza mutaxassislari, muhandislik qo'shinlari mutaxassislari, ofitserlar tarkibi uchun lavozimlar: tibbiy ta'minot mutaxassislari, veterinariya ta'minoti mutaxassislari, qurilish mutaxassislari. Tanlov ishtirokchilarining arizalari joriy yilning 30-may sanasiga qadar Yagona davlat interaktiv xizmatlari portali my.gov.uz orqali qabul qilinadi. Murojaat uchun telefon 71 kodi bilan 269 80 19.